eng murakkab bo'lgan yurak jarrohlik operatsiyasi aynan 2 oylik Ominaxonda o'tkazildi. Amaliyot qanday o'tkazildi? Bugungi kunda Ominaxonning ahvoli qanday? Men tushuntirib berolmayman. U darajada hamma narsadan uzilib qo'ygan o'zi. 4 kunligida bilganimizdan beri shu holatdamiz. Nima qilamiz, nima qilish mumkin? Ko'rsatmagan nimalarimiz qolmadi. Farg'ona viloyati bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasiga aynan 2 oylik Ominaxonni olib kelishdi. Hamisha yordam berishdan charchashmiz. Bemorimiz G'ulomova Ominaxon 2 oylik 4 kilogramm. Bizga tug'ma yurak nuqsoni, qorincharo to'siq defekti, o'pka qon tomirlar gipotenziyasi yuqori darajasi bilan murojaat qilgan. Ungacha yashash joyida bir necha bor reanimatsiyalarda davolanib yotgan. Bizga kelganda bolaning holati og'ir. Demak, o'sha tug'ma yurak nuqsoni hisobiga bemorda demak og'irlashish yuzaga kelgan va bolaga tug'ma yurak nuqsonini korreksiyalash operatsiyasi rejalashtirildi. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tgandan so'ng reanimatsiyada 2 kun, undan so'ng ona qo'liga berganmiz. Hozirda bolaning holati yaxshi, a'lo darajada. Chaqalog'imiz 2025-yil 29-sentyabrda tug'ildilar. 4 kunliklarida shu tashxis tekshiruv nimasi orqali shum nimasi borligi bilindi. Xudoga shukr, operatsiyalarimiz muvaffaqiyatli o'tdi, yaxshi chiqdi. 1-2 kunda yashash joyiga, uyiga javob berish arafasidamiz. Assalomu alaykum. Bizning Farg'ona viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida 15 ta bo'lim bo'lib, bu bo'limlarning 9 tasida jarrohlik amaliyotlari amalga oshiriladi. Shu kunga qadar 3000 dan ortiq bolalarda jarrohlik amaliyotlari amalga oshirildi. Bizni markazimizning asosiy vazifalaridan bittasi shu shifoxonaga kelayotgan barcha bemorlarni shu yerdan va farzandlarini sog'-salomat uyiga sog'liqlarini tiklab javob berishdan iborat bo'lib, mamlakatimizdagi, o'zimizning viloyatimizdagi qo'miy tashkilotlar bilan birgalikda kam ta'minlangan oilalar, yetim bolalar, yetim oilalarning farzandlari, bundan tashqari temir daftarga tushgan oilalarning, ayollar daftarlariga tushgan ayollarning farzandlariga yordam ko'rsatishni oldimizga asosiy vazifalardan biri qilib qo'yganmiz. Shu yilning 10 oyi davomida ana shunaqa homiy tashkilotlar, homiy insonlar bilan birgalikda hamkorlikda ishlar olib borib, 1 milliard 400 million so'mlik kardiojarrohlik operatsiyalari amalga oshirildi. Bizning markazda 64 ta juda og'ir yurak operatsiyasiga muhtoj bo'lgan bolalarda operatsiyalari o'sha homiylar tomonidan bepul amalga oshirishga erishdik. Biz o'zimiz shu markazimizdagi barcha mutaxassislar nomidan birinchi navbatda shu farzandlar sog'lom bo'lib uylariga javob berib ketganliklar uchun homiy tashkilotlarga hamda tashqi homiy insonlarga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Bundan keyin ham bu ishimizni yanada rivojlantirib, ana shunday oilalarga quvonch bag'ishlab, ularning farzandlarini sog'lom farzandlar qatoriga qo'shishda hissamizni qo'shishga harakat qilamiz. Hamisha yordam berishdan charchashmiz.